Assalomu alaykum, bizni YouTube orqali kuzatib boruvchi aziz vatandoshlar, sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni tunikafon ishlarini fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Namangan viloyatining Uychi tumanida go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Bu xonadonimizga alkafon dizayn fasonda qilib berganmiz. Agarda alkafondan bo'lganida mana shu xonadonimizni umumiy qiymati 70 million 75 million atrofiga bitgan bo'lar edi. Biz bu xonadonimizni barcha mahsuloti ichida qo'l mehnatlarimiz bilan go'zal holatda alkafonga birga bir qilib ishlab berib turib 36,5 million so'mga barcha mahsulotlar ichida uyda egasini hech qanaqangi ovora qilmagan holatda ishlarni bitirib berdik. Agarda sizga ham mana shunaqangi go'zal holatdagi ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranimizdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab ishlaymiz. Barcha mahsulot ichida kvadrat metrini 140 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilib, bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, bu xonadonimizga ko'rib turganingizdek mana shunaqangi go'zal holatdagi alkafon ko'rinishdagi dizayn fasonimizni chiqarib berganmiz. Razmerlarni aytib o'tadigan bo'lsam 30,5 metr, 31 metrga 390 sm bo'lgan naves qismi, mana shu naves qismini qilib berganmiz. Bu tomonda esa ko'rib turganingizdek shapka qismi, ya'ni mana bu tomning pastki tomon shiprini, pastki tomonlarini qilib berilgan. Buni razmeri 37,5 metrga 115 sm bo'lgan shapkamizga mana shunaqangi go'zal holatda ichkariga podnos qilib turib, mana shunaqangi go'zal holatda qilib berganmiz. Xo'p, bu xonadonimizga 267,5 kvadrat atrofda tunika mahsulotini ishlatganmiz. Joyda kvadratidan farq qiladi. Siz tanlagan fasonga qarab turib kvadratlari bukilish, qayrishlari bilan birgalikda mana shunaqangi raziyasi bo'ladi. Bu tunikafon mahsulotida aksessuarlar har bir detallari bukilgan holatiga hisob-kitob qilinadi, ketgan rasxodga hisoblanadi. Endi bundan ham yuqori, bu mana deylik, bu xonadonimiz 163 kvadrat atrofda joyda kvadrati bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonimizga 265-267 kvadrat atrofda ketayotgan bo'lsa, deyarli 100 kvadrat atrofda. Bu normal holat. Endi bundan ham yuqori ketadigan fasonlarimiz bor. Endi siz qancha skromli fason tanlasangiz, shuncha sizning o'zingizni xohishingizga qarab turib narxlari ham o'zgarishi, bu sizning xohishingizga qarab turib o'zgaradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.